Huquq-tartibot tizimida xizmat o'tash chegarasi polkovniklar uchun 55 yosh, generallar uchun 60 yosh bo'lsa-da, hozir bu yoshdan oshgan 300 dan ortiq xodim rahbarlik lavozimida ishlayapti. Ichki ishlarda 153 nafar, prokuraturada 135 nafar, bojxonada 23 nafar, Milliy gvardiyada 8 nafar. Shuning uchun ham ushbu tizimga yangi qon quyilishi lozim. Bu esa yosh masalasiga bog'langan. Davlat boshlig'i ana shu katta masalaga yechim topish xususida ham alohida to'xtalib o'tdi. Shu o'rinda o'zimni shaxsiy fikrlarimni bildirib o'tmoqchiman. Birgina huquq-tartibot organlarini emas, balki boshqa davlat tashkilotlarini ham tahlil qilib chiqsa agar yaxshi bo'lgan bo'lardi. Sababi hozirgi vaqtda barcha davlat tashkilotlarida pensiya yoshiga yetib, davlatdan ham pensiyasini, ham oylik maoshini olib ishlab yurgan insonlar juda ko'p. Bu esa o'z-o'zidan yangi yosh kadrlarni ishga kirishini yanada qiyinlashtirib qo'yadi. Yaxshi oylik maosh va jamoada o'z o'rnini topolmagan yosh kadr nima qiladi? Oxiri migratsiyaga chiqib ketishlikka majbur bo'ladi. Yana bir oliy ma'lumotli migrant. Bu shundoq ham yuqori bo'lgan migratsiyani yanada oshirib yuboradi. Ba'zi kadrlarni o'zingni bil, o'zgaga tupur qabilidagi ishlari tufayli yosh kadrlar qiynalishadi. Buni negizi esa borib pensiya va nafaqalar tayinlash bilan bog'liq bo'lgan qonun hujjatlaridagi kamchiliklarga taqaladi. Biz oqibatlar bilan emas, sabablar bilan ham kurashishlikni o'rganishligimiz kerak. Bu meni shaxsiy fikrlarim edi. Salomat bo'lasizlar.